Nurbekirning tutilishidin tug'ilgan islar va guvohlikqa chaqirish. Avtori Asiya Uyg'ur. Bir necha kundan buyon hammamizni cho'chitgan ajoyib bir xabar tor dunyosini bir oldi. Ya'ni Nurbekri. Biz tishtirniqimiz bilan o'chko'rdigan Nurbekri tutildi. Lekin uning nima uchun tutilganligi haqida Xitoy axborotlarida parxo'rlik va intizomga xiloflik qilganligi sabab tutilgan deb tashviq qilingan. Undaqda Nurbekirning tutilishi rostilla parxo'rlik va intizomga xiloflik qilganlik sabablikdanmi? Uning tutilishi biz uchun nimadan derak berishi mumkin? Men bu masala haqida tunugundan buyon izlanib ko'rdim. Chunki Nurbekri mening nazarimda Xitoy hukumati tarafidan yo'qotilish ehtimolligi nihoyat cho'ng bo'lgan bir inson bo'lsa-mu, ammo uning tutilishi bundaq tuyuqsiz va yumoristik usulda bo'lmasligi kerak edi. Ammo bu ish rostila yuz berdi. Nurbekirning qo'lga elinishi haqida mundaq o'yladim. Ya'ni Nurbekir bo'lsa Uyg'urlar ichidan chiqqan vatanimiz Sharqi Turkistondagi eng yuqori amal tutgan yaqinqi zamon rahbarlarining biri. Nurbekirni Xitoy o'zi bir qo'lliq tarbiyalab yetishtirgan. Kommunistik partiyaga sodiq, Xitoy Kommunist partiyasi uchun ishonchlik deb qaralgan bir odam bo'lib, uni aslida Xitoy hukumati davomliq azizlab ishlasa yaxshi bo'ladi. Lekin 2014-yilda Nurbekri Beyjingga yo'tkab ketilgan bo'lib, 19-qurultaydimi 2800 nafar qurultay vakillari nomzodi ichiga kirgizilmay siqib chiqarilgan. Nurbekirning 19-qurultaydan siqib chiqarilishini Xitoy analizchilar Nurbekri qo'sh tili ma'rifini yo'lga qo'yib, milliy bo'lginchi kuchlarga yontayoq bo'lgan, 200limichi deb qaralganlikdan siqib chiqarilgan deb tahlil qilingan. Demak, Nurbekirning Xitoyning qor tizimligiga tushib qolishi xeyli burunli yuz bergan ish ekan. Undaqda nima uchun shu vaqtlarda qo'lga ilinmay Rossiyaga xizmat bilan chiqib kirishida aeroportdan tuyuqsizla tutib ketiladi? Ishlarning bundaq bo'lishini men mundaq o'yladim. Balkim Nurbekri Rossiya ziyoratida Uyg'urlar vaziyati va lagerlar masalasi haqida qiziquvchilarning savoliga javob bergan va vatanimizda yuz bergan voqealar haqida bir qism uchurlarni oshkorlagan yoki qarashlarini ifodalagan bo'lishi ehtimol. Xitoy kommunist hokimiyati o'ziga bo'lgan ishonchisi nihoyatda ojiz bir hokimiyat bo'lg'achqa, har vaqt qo'l ostidagi amaldorlarni nazorat qilishni eng muhim deb hisoblaydigan bo'lib, buning uchun Xitoy analizchisi Chen Pokong mundaq bir misolni naql keltiribdi. Ya'ni bir vaqtlarda Xitoy rahbari Hu Jintao Amerikaga ziyoratga borganida kichik bosh uning bilan ayrim suhbat qilishni o'rinlashtirdi ekan. Bu vaqtda Hu Jintao bilan birga kelgan bir Xitoy rahbari ularning suhbatxonasiga ularning ruxsatsizla bo'sib kirib, toki suhbat oxirlashgacha qiyinlik qilib o'ltirib olgan ekan. Ya'ni bu kishini Jiang Zemin Hu Jintaoga ko'z quloq bo'lishga avatgan bo'lib, bu maxfiy suhbatning bo'lishini oshkora to'sib qolgan. Ammo Nurbekri Rossiyada albatta Xitoyning nihoyat qattiq nazorati ostiga elinishi bo'libmi, uning barliq ish faoliyatlarini kuzatadigan maxfiy tinchig'ich va kameralar o'rnatilgan bo'lishi mumkin ekan. Shu sabab bu qitimliq safardan qaytib kelishiga uni parxo'rlik va intizomga xiloflik qilish bahonasi bilan qo'lga olgan bo'lishi mumkin ekan.
Ундақта Нұрбәкірінің тұйықсыз тұтқын қылынышы Uyghurlarning hozirgi vaziyati bilan aloqasi bormi qandaq? Agar aloqasi bor deyilsa, bu biz uchun nimadan derak berishi mumkin? Meningcha, Nurbakirning tutilishi Uyg'urlar uchun bir qo'rqinchli signal bo'lib, Xitoy hukumati navbatda Uyg'urlarni yo'qotish planiga hech qanday Uyg'urning qatnashishini xohlamaydi. Ya'ni u Uyg'ur mayli Xitoyga qanchalik sadoqatmand bo'lsin, u yanali Uyg'ur bo'lg'ini sabab Xitoyga tahdid sanaladi. Yana bir tarafdan Nurbakirning ikki yuzlimchiligi Xitoyning uningga bo'lgan ishonchisini butunlay yo'q chiqargan bo'lishimi ehtimolga intayin yaqin. Ammo bu yerda ikki yuzlimchilik deyilsa, Nurbakri shundoq ishnimi qilarmi? Meningcha Nurbakri oldi bilan Uyg'ur. Uning qinida eqivatqini yanala Uyg'urning qini. U nima uchun vijdoniy uyg'onishda bo'lmoqdak? Balki dal shundoq vijdoniy tuyg'ulari sabablik Xitoyning ishonchisidan qolgan bo'lishi va bu qitimliq safarda maxfiy nazorat qilinib, naq isbotlar bilan qo'lga ilingan bo'lishi ehtimol. Albatta, bu farazlarimizning to'g'ri yoki xatoligi oldimizdagi kunlarda cho'qim aniq javobini tepishi mumkin. Lekin nimali bo'lmasin, Nurbakirning tutilishi xayrlikning bishorati bo'lmasligi mumkin. Bizga ma'lum, oldingi kunlarda yana Xitoyning lagerlardagi Uyg'urlarni bo'laklarga bo'lib, ichkari o'lkalardagi turmalarga va tutib turish o'rinlariga yo'tkayotganligi haqida gap so'zlar tarqaldi. Bu haqda vatandan chiqqan bir Uyg'ur xonimning silliq so'zida Uyg'urlarni 500 dan turmalarga yo'tkayotidi degan uchuri bilan Xitoyning ma'lum tor betida e'lon qilingan Xitoy hukumati lagerlardagi Uyg'urlarni bo'laklarga bo'lib yo'tkalgan Uyg'urlarning sonini 0 holatida tizimlab, turma saqchilariga maxfiyatlikni saqlash haqida kelishimnoma imzolatdi degan uchuri bilan udil keladi. Biz yanama kaynigirak surib, yaqinda Al Jazeera kanalidagi Nuri Turkal apandim va Xitoy Viktor Gao bilan elib borgan suhbatida Viktor Gaoning Uyg'urlarning hozirgi nopposini qasdan 6-7 million deb olganligining keynida ma'lum suiqaslarning yoshiringanligini his qilishimiz ancha tas emas. Xitoy yana BDTning irqiy kamsitishga qarshi turish yig'inida lagerlar masalasini inkor qilib, Uyg'ur xalqini natsist kamplarga qamab, irqiy qirg'inchilik ilib berayotgan jinoyatlardan butunlay tinib olgan edi. Darvaqa bu yolg'onchiliklar, tinivlishlar, xato ma'lumot berishlar va Uyg'ur yuqori darajalik amaldorlarni tutishlar bir-biriga bog'lanishliq bo'lish ehtimolligi nihoyatda cho'ng bo'lgan Xitoyning suiqasd plani bo'lishi mumkin. Vatandagi Uyg'ur xalqining nopos haqida bizning fidokor ziyolilarimiz jafoliq amgaki bilan statistikalangan sonliq ma'lumotlarimiz 20 million. Bu son yana bir qism Uyg'ur aktivlar tarafidan 35-40 million deb ilinayotidi. Mayli 20 million yoki 30-40 million bo'lsin, bu sonliq ma'lumotlar asossiz chiqarilgan emas. Lekin bu son hargizmo Xitoy Viktor Gao degandek 6-7 million emas. Agar Xitoyning noposi statistikasi bo'yicha qarag'animizda-mo, Uyg'urlarning noposi 11,3 million bo'lgandimi? Viktor Gao bu yerda lagerlarga qamalgan Uyg'urlarning sonini chiqarib keyingi sonni degan bo'lishi mumkin. Ya'ni, agar Xitoy statistikasiga asoslansak,
лагерда қамалған ұйғырның саны 4 миллиондан көп болып, ұйғырлар нопосы 20 миллион деген қараш бойынша есаплығынымызда 13-14 миллион ұйғырның іздерге yok болған болуды. Бұл сан 2-ші дүния ұрышыда нацистлар тәрпідін камплағы қамылып, қырғын қылып етілген 6 миллион яһудыларның санының bir həssədinmi köp. Yəni, Viktor Gau'nın Uyğurlar nüfusudan qəsdən 10 milyonunu azaytıb deyişidəki səbəbmi, lagerlarga qamalğan Uyğurlarni cimcitla dünyanın közüdən yoxtub, lagerlar haqqıdakı xalqara cəmaətinin ayıpləşlərinə cavab izləş və bu cinayətlərini burunqi cinayətlərə oxşashla əpləb-səpləb jimiqtirib etish orqali Uyg'urlarning haqliq da'vosini suvga chilashtirishni maqsad qilgan. Undaqda ahvolimiz mana mushundaq qo'rqinchli holatga yetgan ekan. Chet eldagi o'zini Uyg'ur deb qaraydigan barliq Uyg'ur cho'qim vatan bilan aloqasining butunlay uzilganligi bilan guvohlik berishi. Yani her bir Uyg'ur vatandagi urug' tuqqan, do'st birodar, tonish bilishlarning hammasining izdirkini elish kerak. Guvohlik berish harakati bugungi Uyg'urlar uchun shundaq bir harakatga aylanish kerakki, chet elda yashayotgan normal aqliy iqtidorga ega bo'lgan hech bir Uyg'ur guvohlik berish harakatining sirtida qolmasligi kerak. Agar Allah'ның bizga ato qilgan bu fursatidan yaxshi foydalanmay, yanada sukut qiladiganmiz, lagerlardagi qarindoshlarimizni qutuldirish u yoqda tursin. Ularni Xitoyning o'lim girdoviga o'z qo'limiz bilan ishtirgan bo'lamiz. Agar biz vatandagi qarindoshlarimizga ega chiqmaydi ekanmiz, Xitoyning razil suiqasdining amalga ishishiga yan tayoq bo'lgan bo'lamiz. Növbətdə lagerlar мәселесі xalqarada naiti күчлік ғul-ғul qo'zg'agan bir cho'ng tema bo'lib, 2-chi dunyo urushi mezgilidagi yahudilar tarixiga qonliq izlarni qoldirgan, insoniyatga mangu saqaymas jarohat bo'lgan bu dunyoviy zo'r tragediyaning xalqarada qaytadan Xitoy kommunist hokimiyati tarafidan maydonga kelishi butun dunyo xalqi qabul qilolmaydigan ofat xarakterlik razil jinoyatdir. Bu jinoyatning salmiqi amaliyotda ayni vaqtdagi natsistlarning jinoyatidanmi ig'ir bo'lib, dünya bu insoniyatga qarshi irqiy qirg'inchilik jinoyatining azobini tortib baqqan. Ziyonlardan yiqilgan turqliq bundaq jinoyatning yer sharida qayta bosh ko'tarishini dunyo tinchligiga eng zo'r tahdid deb qaraydiganligi aniq. Bugun Allah bizga, ya'ni o'z vatanini Xitoy kommunist hokimiyatiga tartqizib qo'ygan Uyg'urlarga ar nomusini yuydigan ajoyib bir fursat berdiki, bu fursat dal lagerlar masalasidir. Bu insoniyatga qarshi eng og'ir jinoyat bo'lib, biz Xitoyning bu jinoyatini xalqarada sotlash va Uyg'ur xalqining begunohligini isbotlash uchun harakat qilishimiz kerak. Uyg'urlar zamini Xitoy kommunistlar tarafidan razil suiqasdlar bilan besivilingan zamin bo'lib, bu zaminga Xitoy qon to'kib yoki bizni urushda yengib turib erishgani yo'q. Balki ajdodlarimiz qon to'kib, jang qilib, o'z kuchiga tayanib barpo qilgan Sharqi Turkiston davlatimizni siyosiy suiqasd bilan aldamchilik qilib qonunsiz besib olgan. Demak, Xitoyning Sharqi Turkistondagi hokimiyati qonunsiz hokimiyat bo'lib, biz bundaq
qanunsuz hakimiyetning Uyghur xalqi üstüdün elib bargan qırğınçılıqları, vəhşi cinayetler üstüdün dunyoga arz qilishimiz, arzimizning yo'lliq bo'lishi uchun ko'plab isbot to'plashimiz kerak. Mana bugun bu isbotni biz to'play olamiz. U bo'lsa-mu bir millat sifatimizda bizning vatandagi barliq urug' tuqqanlarimizni Xitoy go'ro'ga elib oldi. Bizning erkinligimiz erkin davlatlarda yashab etibmi, Xitoyning tahdidi ostida qoldi. Bu bir inson uchun eng cho'ng zulm bo'lib, buni demokratik ellar xalqlari hargizmi qabul qila olmaydi. Bizning dardimiz dunyoni cho'qim cho'chitdi va cho'chityotdi. Hozir dunyoning bizdan kutayotgani millat bo'yicha o'rnimizdan turib, Xitoyga o'z qarshiligimizni ifodalashdir. Mana bu xalqaro Amerika va boshqa g'arb ellari Uyg'urlarning qilishini orzu qiladigan eng muhim ish. Qani, aziz qarindoshlar, qo'lni qo'lga tutib, vatandagi har bir Uyg'ur uchun guvohlik beraylik. Ularning ovozi bo'laylik. Agar bugun ularning ovozi bo'lolmasak, erta ularning o'limi uchun yosh to'kish bilanla cheklanmay, chet elda yashayotgan barliq Uyg'urlar o'zimiz yashayotgan davlatlarda keyingi avlodlarimizgacha dunyoning qattiq la'nati va qarg'ishiga, kamsitishiga qilib, tarix sahnasidan sharmanda bo'lgan holatimizda mangulik g'oyib bo'lishimiz, hatto kelgusida tarix batlarida boshqa millatlarning ibrat obyektigimi aylanib qilishimiz mumkin. Qani, Uyg'urlar, qo'zg'alaylik. Bu oxirgi tanlashimiz. Bu tanlash yo mustaqillik yoki o'lim bo'lsin.